Yigitim qizligingga tegmayman. Agar orqadan bo'lsa, senga uylanaman. Faqat isbot qil sevishingni deydi. Nima qilish kerak? Kategoricheski yo'q deyish kerak. Bunaqa manipulyatordan qochish kerak. Agar xo'p deydigan bo'lsangiz, keyin u yigitni o'zi quyonni rasmini chizadi. Albatta ishini qiladi va u butunlay yo'q bo'lib qoladi. Bilasizmi, nima uchun yana siz vinovat bo'lib qolasiz? Chunki siz qiz bolasizda. Aytadiki, ha, o'zi agar oyog'ini ochib bermaganda edi, erkak kishi hech narsa qila olmagan bo'lardi deydi. Va yana nima qilindi? Erkak kishini zimmasidan majburiyat olib tashlandi. Xo'sh, shunaqa ekan, qachongacha biza infantil, o'zini zimmasiga olmaydigan o'g'il bolalarni, erkaklarni o'stiramiz va tarbiyalaymiz? Qani javobgarlik? Ikki kishidan iborat bunaqa holatda. Borsin, oxirigacha yetkazsin, bo'lmasam to'y bilan tugatadimi? Lekin u yerda ham oila qurish qanaqa oila quriladi? Shunaqa vaziyatga tushdingizmi? Ishonmang bu insonga. Ertaga mana shunaqa erkaklar uylanib ham keyin bolangiz bilan ham tashlab ketadi. Sizni hurmat qiladigan, sizni farzandlarini onasi va o'zini xotini sifatida ko'radigan yigit hech qachon bu taklifni bermaydi.